Mening bir sat qilg'im batdi, o'zimga to'g'ri, nurg'un qarindoshlarning ko'nglini og'irtib qo'ydigan bir o'rtoqlashmagan bo'lsanglar qarindoshlar. Shu telefon, mening telefonim 24 soat o'chiq turdi. Chunki yarim kechalarda ma'lum ishlarning bu qilishining oldini olish uchun bir ish bo'lib qolgan chog'da og'inlar uchun asqat qolamanmikin deb yarim kechalarda ko'ngilsiz ishlar bo'ladi, xo'shallik ishlar bo'ladi. Masalan, xo'shallik ishlar desak, yaqin birodarimizning ayoli tug'ib qolib, o'zi qatnash qulaysiz bo'lib qolsa, mashina haydab turgan bo'lsa asqatib qolamizmikin deydigan xo'sh xabarlar bor. Musibat ishlar bo'lib qoldi. Birazdan cho'nglarda anchamish kelishmas yuz berib qolsa, yarim kechalarda voy og'inam bormisan deb qaz yugurib berib oldiga bir chiqib bir qo'liq so'qib olsaqmi yoki bir narsa ko'tirish pasaymi, mush bir asqatmanmiki deb 24 soat telefonimni atmayman. Ota-onamga, farzandlarimga, og'illarimga, jamiyatga mas'ul bo'lgan bir xil tuyg'uda deb o'zimga to'g'ri. Ammo lekin 11 oshganda, 12 oshganda bir qism og'illar so'rinda o'tirib yodiga qoldigan, bir qism odamlar men tunimayman, lekin meni cho'ng ko'rib telefon qiladi. Ashu so'rinda o'tirib aron ichib, kalla ishib baqira ketgan vaqtida mening tunishim menga yuz berdi telefon qilib ahvol so'rab qo'ydigan yoki bo'lsa kamamsiz so'ringa deydigan bir xil gap so'zlar shana aytib nirvama tegdi ham bizar men ana qishlarga. Bo'lsa qarindoshlar soat qarab yiqib, mana bu 9 dan ochdi, 10 dan ochdi, kesh bo'ldi. Birinchisi xalqning oramiga ta'sir etkazmayli. Yana birisi bir aroq ichayotgan so'rinda biz bunday bo'lib qoldik. Endi ma odamni ma so'ringa chaqirsak, hurmatsizlik bo'lamiki deydigan ikkinchi inkas bo'lish kerak. Hurmat bo'lish kerak qarindoshlar o'z ara. Bir odamni bir tomoq chaqirish uchun yaxshi bo'lsa bir kun burun, hech yo'mmagan chaqda 1-2 soat burun, hech mana qorong'i tushmasdan burun telefonni qilib, hurmatini bildirib, biza vaqt qoldi, degan kashni o'rinlashtirish yo'qdi deb bir hurmat bildirib ondan mehmon qilish chaqirsak. So'rinda o'tirdi bosh qaygan chaqda, voy kamam so'ringa, nima ish qilyapsan, yotdimi, qopdingmi? deb quruq ahvol so'rash menimcha o'zimizni zo'tal qilganlik bilan birga kishilik munosabatga noitim ta'sir etkazgan axloqsiz qiliq deb o'yladim. Shunlashqa mushini zodi bir qarindoshlarga o'rtoqlashgim qoldi qarindoshlar. Men hammalarga amroq bekodan bekor baradim sat ko'rib qolgim yo'q. Lekin mush tufaylidan bir necha og'inamning o'tirmasiga munosabat ta'sir etdi. Xafa bo'ldim, tilladim, sarangmisan? Kallangni suyuami, u bu deb tilladim. Yarim kecha Ibrohimga telefon qilmamanga deb o'ngdim. Chunki ahmiyatsiz telefon kecha kiliylasa, bir kunlarga bu mas bu deb shu telefonni olmagan chig'imda uyda bir ish bo'lib qolsa, asqatmay qolamanmikin deb xafalikni bildirib qo'ydim. Lekin haqiqiy ehtiyoj bo'lgan chaqda xuddi bo'ri keldining hikoyasiga o'xshash. Haqiqiy uyda bir ehtiyoj bo'lgan chaqda alag'iniga yana oshmas telefon qilib deb olmasak, u chaqda biz yanınız bo'lmay qolamiz, haqiqiy nachar odam bo'lamiz. Shunlashqa balla hurmat bildirgan asosda yerim kechalarda telefon qilmayli. Bir odamni tomoq taklif qilsak, bir kun burun bunda bu hurmat bildirib, ruxsatini olayli. Manda kishilik munosabatda bek güzel, bek tatlı bo'ladi deb qarayman qarindoshlar. Hammalarning harajati güzel olsun. Asa vang qo'ngan ekan, yoki holingni cho'nglar qilib, sanga cho'ng ko'rib telefon qilsa, o'zing ish verib boshqa filmlar ishlab yuribsa deydigan odamdan bo'lish mumkin. Lekin men o'zimga to'g'ri deb qaradim, cho'qim mushi bo'yicha apmanman. Bo'lsa qarindoshlar 10 dan keyin, 9 dan keyin telefon qilmaylar qanday odamga. Qildigan ish bo'lib qolsa, bay deganda muhim ishlar bo'lsa, cho'qim qilayli, cho'qim alag'ayli bir-birimiz yar yulayli bo'lib, xo'shallik ishlarda, ko'ngilsiz ishlarda ancha-muncha odamgarchilikni yetkazayli. Hammangizlarning harajati güzel olsun. Fakat o'zimning qarashini so'zlab qo'ydim. Ba'zilarning ideyasi udul kamay qolib qolsa, inkas rayda men tillab tashlashingizni umid qilmayman. Rahmat sizlarga.